nimagadir shularda ishim o'xshamayapti. Nimagadir stilni ZTX'ni ishi o'xshardi har doim, lekin bu safar o'xshamayapti. Okey, ahamiyat bermaymiz. Mana bu yerda xo'sh, menda yana nechta urug' qolyapti? 11 ta urug' qolyapti ekan va mana bu yerdan biroz qo'shnidan chopib turdim. Ishini ham qilib qo'ydim. Qo'shnim rozi bo'ladi degan umiddaman. Chunki obunachilar, men qo'shnim yonida prям dahshat hurmatim bor. Bu hurmatga obunachilar bilmadim. Mayli, men bu urug'larni ham oshqcha. Buni qo'shnim bilmaydi degan umiddaman. Xo'sh, janob merga berib, boshqa qilib takoy pulini olamiz, lekin bugun pul bermaydi. Assalomu alaykum janob mer, nima gap? Tuzukmisiz? Hozir taksi nima gap, yaxshimisan? O, berchi bu yoqqa qara. Voy, bu bittada qo'limdagi barcha narsalarimni tortib oldingizmi, janob mer? Ha, endi ish bizga yo'qadi, aytgachi. Senga bitta ish bor-da, uka. Aka. Manga, sanga, panga, aka makasi. Короче, boru, gapni to'g'ri qiling-da, sizlar shu muomala bilan gapirib qo'yavering. Nima ish bo'lsa qilamiz, qo'ldan любой narsa keladi. Просто tak, nima deydi, vaqt bo'lsa bo'ldi. Okey, mana shu uyimni ko'ryapsan-a? Yo'q, ko'rmayapman. Preking, ko'zim ko'r. Mana shuni ta'mirlab, chiroyli qilib cho'tka qilib qo'yish kerak. Mana bu narsalarni tashqariga olib chiqib, bir bilmayman, toshlarni olib kelib, takoy qilib qo'ysak bo'ldi. Ishon, men senga pulingni beraman, dahshat bo'ladi. Xo'p, qancha berasiz? Sen bitta qilgan, keyin bilasan qancha berishimni. Ishonaver, maza qilasan. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. 5 oling. Men 5 ololmay qo'lim bir-biriga ulangan. Bo'pti, bo'lmasa bu yerdan surib qoling. 1 soatda ishingiz tamom bo'ladi. Mana o'zingiz tanimay qolasiz. Bo'ldi, davay, ketdi, go. Davay. Bugun biz janob mer uyini ta'mirlab, cho'tka qilib beramiz. Qani bo'lmasam, go! WhatsApp chegirlar sizlar bilan birgalikda men Zertex va men bu qishloqdagi eng boy, eng aqlli, eng idrokli, eng chiroyli, eng kelishgan o'yinchiman. Ya'ni player bo'laman. Xullas, bugun bizda cho'tka zadaniya bor. Bu zadaniyani qanday qilib bajaramiz? Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi, to'xtanglar, ko'rib oling yaxshilab boshdan. Xo'p, birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi kirka, topor. Xo'sh, mana bunaqangi daraxtdan va bir stak menimcha tosh kerak bo'ladi, chunki toshlarni yangilashimiz kerak. Sanab o'tirgim kelmayapti. Bir stak emas, bir 20 tacha yoki 25 tacha tosh yetar ekan, o'ylab qarasam. Xo'sh, bo'lmasam biz bu yerni ta'mirlashni boshlaymiz, lekin menimcha yog'ochdan bir stak yoki hech bo'lmasa 30 ta kerak bo'ladi, lekin 30 ta ham ko'pdek ko'rinyapti. Balakat, qo'rqib ketdim. Yaramasdan rodan o'tsang o'ylasammi, dovdir. Obunachilarim bilan gaplashyapman-ku. Xo'p, mayli, obunachilar bo'lmasam biz ishni boshladik. Bizni qo'limizda kerakli narsalar bor, telefon bor, faqat mana bu ketmon kerak emas, chunki ketmon nimaga kerak bo'lishi mumkin o'ylaylar. Uyda chopadigan, boshqa qiladigan narsa bo'lmasa. Xo'sh, bo'lmasam janob mer bizni yaxshigina pul bilan anaqa qilmoqchi ekan, ya'ni bizni xursand qilmoqchi ekan, bo'lmasam biz ishni boshlaymiz. Bizga aytib o'tganimdek bir necha nima deydi, bir necha toshlar kerak bo'ladi-da, shu toshlarni hammasini olamiz. Okey, lekin tushishga akkuratni qilib qo'yish kerak, chunki ba'zi bir jitellar bor. Janob mer, mana buni qaranglar, mana bu yerdagi toshlarni kavlab tashlabdi, odam tushgan yer deyapti. Desa bo'ldi, qishloqdan boykot e'lon qilinadi menga. Bu degani bo'ldi, bu qishloqdan butun umrga haydalib ketamanmi, xudo biladi. Xo'sh, shuning uchun hamma narsani o'zini evi bilan qilish kerak menimcha. Xo'sh, obunachilar, mayli, bo'lmasam ketdik. Ana u yerdan bir necha stak daraxt olib kelamiz desam ishonmanglar, chunki bir necha stak janob merni uyga juda ham ko'plik qiladi, lekin tez-tez qilib tashlaymiz, chunki bilaman janob mer yaxshigina pul bermaydi. Shuning uchun obunachilar tez-tez qilamiz, ko'zga ko'rinadigan qilib. Muhimi shu, menimcha undan muhimrog'i yo'q. Tez-tez qilsak janob mer xursand bo'lib qoladi. Mana shundan nechta chiqadi deb o'ylaysizlar? 4 kira 8 32 ta chiqyapti. Bu degani yarim stak degani, obunachilar yarim stak degani esa bu degani tak 32 ta degani. Xo'sh, bu gapim bilan nima demoqchiman? Bu gapim bilan videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, ajoyib kommentariy yozib qoldiringlar. Kommentariyalarni albatta o'qiyman va mo'ylovga 1 dan 10 gacha sistemadagi ballarda baho beringlar. Aytgancha obunachilar, stilga ham bitta bahona berasizlar, bahona emas, baho berasizlar va bu yog'iga men polni mana shunaqa stilda, mana shunaqa quvnoq, ajoyib kontent chiqarishda davom etaman. Bo'lmasam qani ichkariga kiramiz, keraksiz narsalarni barchasini olib chiqib olamiz. Xo'sh, mana bu stulchikni olib chiqib olish kerak. O'ylaganimdan ko'ra ancha og'irroq ekan. O'g'irlab ketmanglar, o'g'irlab ketsanglar qaranglar, lekin lo'llaga berib yuboraman, ata. Xo'p, endi mana bu stolni olib chiqamiz. Bir amallab bu ham yaxshigina og'ir ekan. Yaxshi, ana endi mana bu tentakcha stulchiklarni olib chiqib tashlaymiz degandim, bak qilib yo'q qilib qo'ydim. Mayli, mana buni olib chiqib ketamiz. Qani
tashqariga olib chiqib bir ko'raylikchi. Bizda 1 soat vaqt bor, lekin aslida buni plus minus 10 daqiqada qilib bo'lamiz. Vau, obunachilar, janob mer nimada yotib, nimada turishni biladi. Men bo'lsa hali ham nima deydi? Anaqa ishlatib o'tiribman, kravat ishlatib o'tiribman. Janob mer bo'lsa qandaydir bir qaysidir davlatning bayrog'idan mana shunaqangi bir ajoyib arg'imchoqcha kravat yasab olgan va bunda har kuni maza qilib uxlaydi. Bir kishilik juda ham ajoyib, juda ham zo'r, juda ham komfortli, bemalol qo'rqmasdan, cho'chimasdan ayta olaman. Sizlar qanaqasini ishlatgan bo'lar edingiz? Xo'sh, endi mana bularni olib tashlayman, chunki bu yerni chirtadigan narsa o'zi mana shu bo'ladi. Voy balaket, bular nima bo'ldi yana? Nimadir bormi bu yerda? Hozir urildim. Okey, bularni olib tashlayman, ya'ni yoki chap qo'limda ushlab turaman desam ham bo'ladi. Mana buni qaranglar. O'tiradi, bo'ldi. Takoy mana stol shunaqangi dahshat elegantni ustiga choy, poy, ovqat, sovqat, roltin-poltinni qo'yadi. Uje qarabsizlarki, vau bo'ladi, qoladi. Xo'sh, ana endi mana bu yerdagi to'rtburchaklarni olib tashlashimiz kerak. O'zi bu yerda hamma narsa to'rtburchak bilaman, lekin mana bu aynan chiriganlarni olib tashlab, o'rnini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan qarabsizlarki, janob merni uyi yana oldingidaqa brilliant bo'ladi. Brilliant, you know. Xo'sh, endi mana bunday qilib buni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz. Okey, mana shunday, mana bularni olib tashlaymiz. Ana endi xo'sh, o'ylashimcha qolmadi. Eshikni ham birato'la almashtirib yuboramiz. Eshik ham chirib qolibdi. Kelinglar, endi o'rnini to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda qancha qolyapti? Qani hisoblaylikchi. Oho, 24 ta qolyapti obunachilar. Sanoqli ekan. Ko'zimga juda ham ko'p ko'rinib ketgandi. Ming bor uzr so'rab qolaman sizlardan. Men umuman noto'g'ri o'ylagan ekanman. Janob merda versak yo'q ekan, lekin ahmoq odamni ham uyda versak bo'ladi. To'g'ri, janob mer ahmoq emas, telba, shuning uchun obunachilar versak yasab bir versak ehson qilib qo'yamiz sandig'i bilan, chunki boshqa bu narsa menga kerak bo'lmaydi. Mana ikkita eshik ham qo'yib qo'ydim. Xursand bo'lsin. Xo'sh, endi mana bunaqa qilib sandiq va versak ustidan sandiq janob merni o'zi joylashtirib oladi. Ana narsalarni ham kirib qaytib joylashtirmayman obunachilar. Ular meni bo'ynimda emas, meni bo'ynimda faqat mana bularni almashtirib cho'tki qilish, takoy qilish, da o'zingizlar ko'rib turibsizlar. O'zingizlar ko'rib amin bo'lib turibsizlar. Xo'sh, mana shunday qo'yaman va bu inglizchalab aytganda bir gap bilan brilliant guys. Xo'p, mayli, mana bu eshik ham bilaman obunachilar azoblash xizmati bo'lib qoldi, shuning uchun amtga qo'yib qo'yaman. O'zini musorlarini o'zi borib terib tashasin. Men nima malayman obunachilar. Men prosta aytilgan ishni qilaman va pulini olaman. Soqqasini olib turib bo'ldi. Bu yerda boshqa aloqador emasman. Ko'rib turganingizdek 10 daqiqada bitirib qo'ydim. 1 soat deb ko'pirtirdim. Nima uchun ko'pirtirganimni so'rasanglar obunachilar. Qancha ko'pirtirsanglar, shuncha ko'p pul olasizlar. Bu ko'z bo'yamachilikning eng oliy toifasidan biri obunachilar. Men prosta tak psixologiyani juda ham dahshat o'qib qo'yganman. Xo'sh. Ana endi nima qilmoqchisan desanglar, men bularni ham qo'yib chiqaman. Qo'yganda ham bor, undoq qilib qator qilib qo'yib qo'yaman. Tezroq chirsin va janob mer, iltimos redaksionimga kelganda menga mana shuni ta'mirlab, to'g'rilab, cho'tki qilib bergan iltimos desin. Obunachilar, tushunsizlarmi? Vau, achkigina. Namuncha men chiroyliman. Oh my god. Obunachilar bunaqa chiroyli deb o'ylamagandim. Men yuzimga ham, Face ID'imga ham 0 dan 10 gacha bo'lgan sistemada bitta baho berib qo'yinglar, please. Oh my god, uyimni nima qilding? Yangi taqib qo'yibsanmi? Shunaqa tezmi? Da, mana shunaqa tez bo'ladi. Chunki nimaga? Chunki men prям dahshat ustachi, bu ishni tez qilib tashlayman. Demo mayli bo'pti janob mer. Og'zingizni yoping, pashsha kirib ketadi aytgancha. Qani anaqangiz? Nima deydi? Boshingizdagi tojingiz. Bo'ldi. Uzra jigar, uzra. Aytgancha, mana senga beradigan pul. Wo, mana bu boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, endi men ketsam ham bo'ladimi? Na, ketsang bo'ladi. Faqat sizga eslatib qo'yay, hech qachon og'zingizni ochib turmang, bo'lmasa pashsha kirib ketishi mumkin. Aytgancha, men bu dubulg'ingizni ham yechib qo'ymang. Dubulg'ingizni yechib qo'ysangiz, bilasiz, o'rningizga boshqasi kelib bitta taqosa bo'ldi, tamom, siz taxtdan yiqilasiz va u podsho bo'ladi. Menga oldingi zamon sistemasini o'rgatyapsanmi? Yo'q, men shunchaki adolatsizlik qanaqa bo'lishini o'rgatyapman. Aytgancha, hali kravatingizni qo'ymadimmi? Kravatingizni qo'ymasam qanaqa uxlaysiz kechasi? Yoki chopib ketaveraymi? Mengami podarkami bu ham? Shuncha pul berib, Yo'q, u bilasanmi qayerdan kelganini? Qayerdan kelgan? U Tayvandan kelgan. Unday olmayman, kechirasiz. Musorga otib yuborsangiz ham bo'lardi buni. Nimaga? Ishingiz bo'lmasin. Bo'pti, davay gaplashamiz. Bo'ldi.
Mani o'zim muomalam shunaqa, muomalamga ahamiyat bermaysizlar. Chunki men nimaga? Chunki men bilmayman, qanaqadir слишком высший o'rinda turaman, слишком tepa o'rinda turaman. Mani obunachilarim mana shunaqa. Videoga like bosish va kanalga obuna bo'lib qolishni unutmanglar, jigarlar. Xullas kalom, mana shunaqa gaplar. Barchaga har kelgusi videolarda ko'rishamiz. Goodbye. Voy, lekin shimim bor, va chutki turibdi bor, voy.